Assalomu alaykum aziz do'stlar. Texnika Advance Servis kompaniyasida ko'pchilikni qiziqtirgan, ko'pchilik kutgan elektrический pogrузчикlar O'zbekistonda keldi. Akalar, bu texnikamizda 45 minutdan 1 soatgacha zaryadka oladi. Bitta to'liq zaryadka bilan 6 soatdan 8 soatgacha og'ir sharoitda ishlash quvvatiga ega. Texnikamizning salon qismini ko'rishingiz mumkin. Oddiy solyarkali texnika bilan почти bir xil. Bu yerda orqamizni ko'rib turish uchun monitorimiz bor. Start stop, elektronniy tabloda hamma informatsiya kelib turadi. Zaryadkalarni, hamma ma'lumotni berib turadi. Xohlasanglar bittagina knopka orqali boshqarishingiz mumkin yoki bo'lmasa eski o'sha ruchnoy klassik varianti ham bor. Bu yerda quyon tashbaqa rejimlari ham bor. Bu yerdan faralarini, konditsionerlarni kontrol qilishingiz mumkin. Magnitofonimiz bor, yordamchi ventilyatorlarimiz, konditsionerimiz bor, pechkamiz bor. Shofyor uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Bu texnikamizda batareyka qismi orqasiga proteyoves hisobida o'tkazilgan. Batareykamizda BYD da qanaqa batareyka bo'lsa, xuddi shu batareyka ishlatilgan. Endi yaqinroq kelsanglar, mana zaryadka oladigan joyini sizlarga ko'rsatamiz. Ikkalasi ham обычный zaryadniy stansiyada zaryadka oladi. Biz bu texnikani xarid qilgan birinchi 5 ta odamga obyektiga borib, zaryadniy stansiyalarini bonusga o'rnatib beramiz. Shinalarimiz o'sha dizelniy pogrузчик bilan bir xil 23 ga 25 Linglong brendidagi качественный shinalar ishlatilgan. Texnikalarimizning umumiy vazniga keladigan bo'lsak, salkam 20 tonnani tashkil qiladi. Kovushimizning hajmi 3.3 kuba. Texnikamizning uzunligi salkam 9 metr, eniga 3 metr, balandlik 3,5 metrni tashkil qiladi. Test drive ham vaqti keldi. Hozir sizlarga polni test drive qilib, hammasini to'liq batafsil ma'lumotini beramiz akalar. Kovushimiz mana shu silindrimiz juda ham yengil. Tezligini ko'ryapsizlar. Juda ham tez. Silindrlari ancha yumshoq lekin bor. Texnikalarimizni rastamoshka qilib showroomimizga olib chiqib qo'yganmiz. Showroomimizning manzilini bilmaganlar uchun katta halqa yo'li. Bu yoq tarafda ko'rishingiz mumkin. Qipchoq ko'chasi, Orientir Toshkent metallurgiya zavodi, TMZ yoki bo'lmasam o'sha Toshturmani perkryoskasida. Kelinglar showroomimizga texnikani ko'rib, test drive qilib ko'rsanglar bo'ladi. Texnika Advance Servis kompaniyasi mijozlariga texnologik so'nggi rusumdagi yechimlarni spetsexnika yo'nalishida berishda davom etadi. Hali yengilliklar hali ham oldinda. Xudo xolasa Samas va tigachlargacha o'sha elektrическийlarni olib kelib shotga qo'yib qo'yamiz. Hammasi o'sha mijozlarimiz uchun akalar. Pastda raqamlar bor, to'liq ma'lumotlarni o'sha raqamlarga telefon qilib olishingiz mumkin.